Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sırgaca Rose, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslaq işkemeğini 24. yıl 1. ayının 27. gün haftige şembe vatandaş. Sizlerge bugün sözleydiğin vaziyetimiz doğrusu da hazır iki halkara siyasi hadiseyle biri NATO azı 90 bin kişilik askeri kısım bilen bugünlerden başlandı harbiy iman var bütün Avrupa şimaldan otur Avrupa'ya otur Avrupa'dan yana gerektik şeyler hesap bütün Avrupa'da 90 bin kişilik askeri kısım bilen harbiy manevr kıldı. Bunu da harbiy manevrning nişanı yoki dikkat qilish nuqtasi Rossiyaga agahlandirish berish deb ataldi vatandoshim. Undan keyin ikkinchi bo'lib 26-27 gün dedik. Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Taylandning Bangkok shahrida Jungoning diplomati Wang Yi bilan ko'rishdi dedik. Körüştü, endi şu vaqt yani bir gayri işnim oldu yani desiniz. Jungo işgalligini körsetti yoki komünist işgalligini körsetti. İki devletning bu rahbari tashqi diplomatlar amaldorlari Bangkokda ko'rishayotganda Jungo Tayvan atrofiga harbiy aeroplan yoki parxod avatib yani şu söhbet başlayotganı, şuna ig'vogarchilik qildi vatandoshim. Hem bu yerdagi bir gap nima desiniz masalan? O'tgan yili 11 ayning 14 kuni boshlangan San Fransisko suhbat yig'ini davomida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Tayvanning saylamiga aralashma dedi reis Xi Jinping'ni. Hazır 11 ay ketdi. Amerikanın münasibeti Jungo bilan bo'lgan münasibeti 11 aygacha o'tgan yili bir xil munosabat deyli. Endi Tayvanda o'tkazilgan saylamga diqqat qilayotgan butun dunyo ham bo'libmi uning ichida qattiqroq diqqat qilgan Jungo kompartiyasi bu qatimqi saylamda mag'lub bo'ldi vatandosh. Onun kütkünüçü bo'lganda Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining nomzodi Leychingda Tayvanda saylanmasligi kerak edi. Masalan, San Fransisko yig'inida ikki davlat Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo o'tirdiki, ixtiloflar masalasi bo'yicha jiddiylashayotgan munosabatlarni pasaytishga qo'shildi. Ikki davlat rahbari o'rtaq tunish hosil qildi. Bu Tayvandagi saylamdan burungi ahvol. Demekçi Tayvanda saylam başlanışdan burungi ahvol, yani o'tgan yil 11 aydagi ahvol. Endi yangi yil kirdi 2024 yili 1 ayning 13 kuni Tayvanda umumiy saylam o'tkazildi. Bu saylamda Jungo xohlamaydigan bir odam, bir tayvanlik arbob yoki Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining nomzodi Leychingda g'alaba qildi. Jungo mushuning g'alaba qilishni faraz qilganmi? Qilgan deymizda. Bu ikki ehtimollikni hisob qiladi-da. Biri Leychingda prezident bo'lsa mag'lub bo'ladiganligini, Leychingda prezident bo'lmay boshqa bir saylanib chiqadigan bo'lsa Jungoda yoki Jungoning Tayvan qaratgan birlashib siyosatini g'alaba qiladiganligini muqimlashtirdi Jungo hukumati saylamdan burun. Amaliyotda hozir Jungoning degan odami emas, balki Leychingda Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining nomzodi g'alaba qildi. Endi hozir bu kishining ko'rinishida masalan Leychingda bu kishining ko'rinishida Jungoga ko'rinayotgan bir ikki xat, Xitoycha xat doli. Yani mustaqillik, Tayvan mustaqilligi. Hozir bu Leychingda Tayvan mustaqilligining tashabbusi bo'lib, tashabbuskori bo'lib yoki Leychingda degan ism mustaqillik bilan o'rin talashmay turib, tabiiy holda bir mustaqillik talab qiluvchi odamning Tayvanda prezident bo'lib sayilnishi buni Jungo kompartiyasi ko'tarolmadi degan gap.
Şununki qanday qiladi masalan? İki devlet rehberi San Francisco yığında ortak tunuş hasıl kıldı. Oturdu ki ihtilaflarını tüketip ciddilikle peseydi. Hem bu ketim hem de nemiş oldu vatandaş? Sayılan neticesi yukarıdaki oldu. Çünkü hazır Tayvan vadisi turmay vadisi yeni oldu. Sen ayrı plan evettin, parhut evettin. Oğuşaşlı Amerika Koşmuş Ştatları qarab turğunu yok. 3 tane avamadka Tayvan boğuzu kırıp geldi. 3 tane avamadka Tayvan boğuzu da 7. iskadron bilen koşuldu vatandaş. Endi bundaq vaziyette çünkü hükümeti elbette yeni oladı. Her kandak vadisi de yeni oladı. Vadi berdi, vadisi de yeni oladı. Xitay tildeki Şia diye xat var o. Vadi berip, vadini yivelip semreydigan deydigan. Şuna gap congolukdan adeta bu yeni oladı. Yani bir yer devat qınan mene vatandaş. Sen hazır Bangkok'ta iki devlet diplomatları yaki. Aksaray devlet bexatarligi meselesi jak sağlığımla sözleşip atқан vaqtda senin bu rayın yak Tayvan boğuzu harbiy qo'shin evetişin, aeroplan evetişin, harbiy parxut evetişin bu olqib ketkenlik. Daimi holatdan olqib ketkenlik. Çünkü yeni yilda bu. Türgülla San Francisco'da va'dalashgan turib. Yeni yilda bunda qilsang, demak sen va'dangda turmuding. Sen belki va'dadan olqib ketding, ahlak dairesinden olqib ketding, xalqaro prinsiplardan olqib ketding. Bu Tayvanga qo'pollik bilan muomala qilding. Shunlashqa hozir Tayvan Amerika Qo'shma Shtatlar 3 tane avamatga avatdi deganlik bo'ladi vatandosh. Deganlik bo'ladi. Hozir mesela Yevropada etkiziladigan NATO'nun harbiy manveri, bunun belgisi harbiy manver. Qat'iy qo'g'duvchilar, ya'ni NATO'nun zimin tabiiligini qat'iy qo'g'duvchilar 2024-yil belgilik harbiy manver, 50 tane harbiy parxot, 80 tane harbiy aeroplan, 1000 tanadan ortiq tanki Bronbek, devlet harbiy mashinasi. Bunun qatnashidir dedi. Endi 31 devlet hozir NATO'ga a'zo bo'lgan devlet. Yaqinda Finlandiya, Shvetsiyani qo'shganda 31 devlet. Bular ko'p sohalar bo'yicha murakkab bir sharoit yoki murakkab sohalar bo'yicha shu narsani qilgan holda harbiy manver o'tkazildi. Bu harbiy manver bir necha oy davomlashadi, vaqtdan olqib tushadi. Bu harbiy manver makon jihatda bir necha ming kilometrni o'z ichiga oldi. Dedik-ku, bütün Avrupa qit'asini yoki Avrupa davlatlarini o'z ichiga oldi, harbiy manver mush daryon o'tkaziladi. Buni hammasi endi Stoltenberg, NATO'nun katibi Stoltenberg dedi, biz bu manver orqali tayyorlanib qo'yganligimizni ko'rsatamiz. Biz bu manver orqali harbiy qurol yarog' kuchimizni ko'rsatamiz. Shundaqlar nima deydi? Yani biz qilayotgan bu ishlarning hammasini biz allaqachon tayyorlanib bo'lganligimizni, masalan, Rossiya agar bu taraflarga bir yerga tahdid ishlatadigan, tahdid soladigan ish bo'lsa, biz allaqachon tayyorlanib bo'lganligimizni mush manver orqali ko'rsatamiz deb javob berdi vatandosh. Endi Jack Sullivan bilan Wang Yi devlet bexatarlik meselesi Jack Sullivan bilan Wang Yi Bangkok'ta ko'rishdi. Bu ko'rish jarayoni 1-oyning 26-kuni yuqorqi Jungoning harbiy parxotlari, harbiy aeroplanlarining Tayvan bo'g'ozi va Tayvan atrofida harakatga kelganligini Tayvan mudofaa ministrligi razvet qilib, uni dunyoga ma'lum qildi vatandosh. Endi hozir yana bir xabardan bu xabar bizning sizning hissiyotimizdan kutganda yoki kutishimiz bo'yicha odatga aylangan kutishimiz bo'yicha bu sal toza biz maslashalamdik yoki diyajatdan maslashamamdik. Biroq endi Amerika Qo'shma Shtatlari shuna qaror qilgan ekan, Prezident Joe Biden shuna qaror qilgan ekan,
Biz endi bu siyasetin keyinki neticesi qarab turibmiz, vatandaşım. Bu siyaset qanday siyaset desangiz qarama. Amerika matbuotlari Prezident Joe Biden'ning endi Ukrainani qo'llash strategiyasi o'zgardi. Asosli kuchni saqlab, besib ilingan ziminlarni qaytarib olishning hojati yo'q deb qaradi. Mavzuli xabar 1-oyning 27-kuni Jungo'ga nazar to'r betida e'lon qilindi. Demak, hozir strategik siyosiy jihatdan Amerika Qo'shma Shtatlari shu kungacha Ukrainani qo'llab keldi. Endi hozir bu qo'llash to'xtab qoldi, yoki siyosat o'zgardi. Endi Ukraina armiyasi o'zining kuchini saqlab, Rossiya yana qayta hujum qilish mumkin bo'lsa, bu yangi tavakkalchilik, yangi hujumiga Rossiyaning qarshi turish qila tayyorlik qilishi, Rossiya allaqachon besib olgan Donetsk, Lugansk degan rayonlarni endi hisobga olmaslikda, Krimiyani eg'izga olmaslik masalan, Rossiya besib olgan ziminlarni qaytarib olish uchun jang qilish, kurash qilish degan gapmi kuchidan qoladi. Biroq hozir biz bu siyaset, bu strategik siyasetimiz Ukrainaning umumiy iqtisodini asli keldirish va taraqqiy qildirish, shundaqla Ukrainaning davlat mudofaa kuchini saqlab qolish asosiy Rossiya yangi tajovuz qilishi mumkin bo'lsa, shu tajovuzga qarshi turish. Aytganda Ukrainaga yordam berish to'g'risida davlat majlisida ikki xil fikrni o'tirg'i chiqqanligini, masalan, Amerika, Meksika yani kirayotgan ko'chmanlar masalasi tufayli Ukrainaga yordam berish yoki pul ma'qullash shuningga munosabatli qetib qolganligi to'g'risida to'xtalgan edi vatandoshlar. Endi hozirlikda bugun bu siyaset shunday ketdi. Bu siyasetni nadi başta aytdik-ku, Jungo'ga nazar to'rbeti 1-oyning 27-kuni. Endi shuningdek bergan xabarda yana Washington pochtasi, anda Ukrainada nashr qilingan Kiev mustaqillik gazeti bunda xabar e'lon qildi deydi. Prezident Joe Biden hukumati o'tgan yili yozda Ukraina zo'r ko'lamda qaytarma hujum qilib, Rossiya qo'shinlariga mag'lub bo'lgandan keyin ümidsizlendi. Amerika ümidsizlendi. Biz o'tgan yil yoz sizlar so'zlagan qaytarma hujum deb keldik. 2-3 oylarda boshlandi dedik. Boshlandimi deb ham sizlarga leksiya so'zildi, qattiq ikki qatim elishgan bo'ldi. Endi hisobda Washington pochtasi va Mustaqillik gazeti Ukrainaning xabar qilishiga qaraganda, Ukraina armiyasining o'tgan yili yozda Rossiyaga qaratgan qaytarma hujumi mag'lub bo'ldi. Shuningdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari ümidsizlendi deydi. Eğer gaplar, salmoq eğer gaplar vatandaş, Amerika Qo'shma Shtatlari ümidsizlendi deydi. Prezident Joe Biden hukumati yangi strategik siyaset tuzayotdi. Bu siyasatda Ukrainaning besib ilingan ziminlarni qaytarib olishini hamda qayta ta'kidlamaydi degan. Shunday bo'lganda Amerika tarafdan hatta Yevropa ittifoqi tarafdan endi Ukraina berilgan yordamlarning to'xtab qoladiganligi mushu xabardan ko'rgili bo'ladi. Uning taraqqiyotini keyin ko'ramiz vatandosh. Mushunchalar xabarni mushunchalar sizlarga anglatdik. Endi bundaqda Rossiya besib oldi yuqorqi rayonlarni Ukrainaning. Endi Ukrainaning Rossiya kuchi yetmaydi. Mesela Rossiyami shu besib olgan ziminlar bilan ma'qul bo'lamdi yoki yanimi ilgirlab Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilamdi? Buning o'zi bir savol. Endi urush shu holatda to'xtasa, masalan Ukraina endi bu ziminlarni qaytarib olish uchun taraddud qilmasa, askariy kuchni ishlatmasa, bu yerda bu urush to'xtadi deyish bilan ish oqmaydi. Bu yerda bir shartnoma bo'lishi kerak vatandosh. Yoki kelishim, urush to'xtatish kelishimi paydo bo'lishi kerak, o'tirg'i chiqish kerak. Endi buni Ukraina
da hazır Prezident Zelenskiy qabul qilamdi, qilmamdi belgili bo'lmaydi, lekin bu kelishimga Zelenskiy berib suhbatga o'ltiramdi, o'ltamamdi belgili bo'lmaydi vatandosh. Hozir gap Ukraina bilan Rossiya o'tirishib urushning umumiy ahvolini aytganda, Washington Post e'lon qildi bu xabarni. Aytganda, demak, endi Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategik siyosiy Ukraina masalasi bo'yicha o'zgardi. Biri Rossiya besib olgan ziminlarni qaytarib olish endi ta'kidlanmaydi. Agar u yangi hujum qiladigan bo'lsa, Rossiya yangi joylarni besib olishga taraddud qiladigan bo'lsa, Ukraina armiyasi qarshilik ko'rsatsa bo'ladi. Ukraina uchun aytganda ikki muhim masala. Biri vayron bo'lgan umumiy Ukraina iqtisodini keltirish, mana shu iqtisodni o'ylashish, andan keyin Ukrainaning navbatdagi harbiy kuchini, ya'ni davlat mudofaa kuchini saqlab qolish. Bugungi sizlarga so'zlaydigan vaziyatimiz mana shu yerda, vatandoshim. Mana shu yerda, vatandoshim.